cho'milib chiqdim. Sochlarimni qaranglar. Bo'ldi, bo'ldi. Tushunishinglar uchun orqamda eski shahar, men bu tarafga o'tmayapman. Joy kichkinaroq ekan. Xullas, hozir biz o'sha joyga boramiz. Meni yo'qotib qo'ymanglar. Hozir men turgan gостиницамni anaqasidaman. Tipa tomida Krisha. Ну так. Havo issiq, yaxshi. Chunki sochimni yuvgandim, chala qurib qo'ygandim. Svet o'chib qolib. Endi quyoshda yaxshilab qurib ketadi. Bu bo'lsa men turgan mehmonxonani to'liq ko'rinishi. Ya'ni 2 ta qavatli ekan. Huvani joydan kirish, keyin kirib 2-qavatda turdim men. 3-qavatda oshxona bor ko'rganinglardek. Bu yerda nechta xona borligini bilmayman. No ko'p bo'lsa kerak. Shu qara bu yerda anaqasi tualet, vanna. Umuman olganda yaxshi hammasi. Takoy mehmonga kelgandek yuraverasizlar. Nur rasmlar qanaqadir. O'zbekchilik. Hozir o'zbekchilik unaqa emas ekan. Bu men turgan xona. Вот. Mashtada men uxladim. Shunaqa bu ko'cha derazadan mana shunaqa joy ko'rinadi. Hozir mana shu ibratli so'z keldi. Sen hamma narsani olib, ortingdan eshikni yopib ketmoqchi eding. Bilsang, sen uchun eshikni o'zlari ochib qo'yishgan ekan. Auf. Bum 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 bum. Auf. Krinj takoyni ryukzagimni qaranglar. Unaqa katta bo'lgani bilan og'ir emas. Chunki kam narsa olganman. Lekin mekapim yaxshi chiqdi bugun. Вообще-то mekap qilmadim, ko'zimni bo'yadim, labimni bo'yadim. Wow, buni qaranglar. Nakleyka urdirdi. Kruto, zo'r. Bu xonaning umumiy ko'rinishi. Fenni olamiz, fenni pastga topshiramiz. Ketdi. Kalitni ham oldik. Mana. Qo'lingni ko'tarib otib tashlayman. Так. Ну такой прикол, hammasi. Men bunaqa gilamcha dekor olishim kerak mana bu uyimga. Men bitta odamlar o'tirib gaplashib o'tiradi. Shu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Men bittan kitoblar olib o'qisa bo'ladi xohlaganida. Shunaqa. Fenni bu yerdan olgandik, shu yerga qo'yamiz. Kalitni ham qo'yamiz. O'sha men chiqib ketyapman. Mana shunaqa joyga sochimni yig'ib oldim. Singlim nima qilding? Mabodo kech kuni kelasan-ku. Mabodo joy bo'lsa nima qilamiz? Ketmasan. Nomi shunaqa ekan. Tak. No, yaxshi. Mana shunaqa nomerlarga telefon qilib kelaverasizlar. Ishamiz.